Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Xalqaro kechirim tashkiloti Robiya Qodir xonimning tutqundagi oila a'zolarining qo'yib berilishini talab qildi. Xitoy doiralari Xotanning muavin valisi G'olib Abdumetni tutqun qilgan. Saudiya Arabistoni Xitoyning Uyg'urlarni bostirish harakatini qo'llaganligini aqladi. 43 yil ilgari $217 sotib olingan ko'rinish 1,820,000 dollarga sotildi. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bolsun. Xalqaro kechirim tashkiloti o'tgan hafta imzo qo'yish harakati qo'zg'ab, Uyg'ur kishilik huquq rahbari Robiya Qodir xonimning tutqundagi oila a'zolarining qo'yib berilishini talab qilish harakatini boshlagan. Xalqaro kechirim tashkilotining chaqiriqida Robiya Qodir xonimning farzandlari, navrilari va qarindoshlaridan 30 dak kishining 2017-yildan beri hech qanday qonuniy rasmiyatsiz tutib turilayotganligi ta'kidlangan. Uningda kishilarning bu chaqiriqnomaga darhol imzo qo'yib, Xitoy raisi Shin Jinpingga avatish talab qilingan. Chaqiriqnomada agar ularning xalqaro birdek e'tirof qilgan bir xatolik sodir qilganligiga doir ishonchlik ham qoyil qilarliq dalillar bo'lmasa, tutqundagi barliq oila a'zolarini shartsiz va darhol qo'yib berilishi talab qilingan. Xalqaro kechirim tashkilotining ilgari surishicha, Xitoy doiralari Robiya Qodir xonimning o'g'illari Abdukim Abdurahim, Qahar Abdurahim, Olim Abdurahim, ularning ayollari, farzandlari, Robiya Qodir xonimning hadisonlari va inilarini o'z ichiga olgan 30 oila a'zosi 2 yildan beri ma'lum bir tutib turish markazida tutib turilmoqda ekan. Chaqiriqnomada atalmış radikallikni tugutish markazlari, siyosiy o'rganish markazlari yoki atalmış tarbiyalash orqali o'zgartish markazlari degan nomlardagi bu xil tutib turish o'rinlarining butkul Uyg'ur rayon miqyosida qurilganligi, Uyg'ur va boshqa musulmonlarni xohlagancha tutqun qilib, muddatsiz tutib turish bilan tutilganligi ta'kidlangan. Chaqiriqnomada yana Robiya Qodir xonimning oila a'zolarining oilasi bilan qarallik va to'sqinliksiz ko'rishib turishi, xohlagan advokatni taklif qilishiga, tan jazosi va qo'pol muomalaga uchramasligiga kafolatlik qilinish talab qilingan. Robiya Qodir xonim 2005-yili Amerikaga davolanishga qo'yib berilgandan beri uning oila a'zolari va urug' tuqqanlari izchil Xitoy hukumatining parokandachiligga uchrab kelgan edi. Xitoy doiralari Xotan viloyatining muavin valisi G'olib Abdumetni siyosiy intizom va siyosiy qoida tuzumga ig'ir xiloflik qilish bilan ayblab qo'lga olgan. Xitoy Markaziy intizom tekshirish va reviziya komitetining 19-yil oshkorlashicha, atalmış Uyg'ur Abnum rayonlik intizom tekshirish komiteti G'olib Abdumetni tekshirib, uning siyosiy intizom va siyosiy qoidaga xiloflik qilganligi, g'oyasi va siyosiy maydonini yo'qotganligi, tashkilning tekshirishiga qarshilik qilganligi, harom pul yetkaganligi, intizomga va qonunga xilof qilmishlarni yushirganligini ilgari surgan. Xitoy Markaziy intizom tekshirish komitetining uchurda qayd qilinishicha, doiralar tekshirish orqali G'olib Abdumetni partiyadan qo'g'lab chiqarishni, vazifasini ilib tashlashni va dil o'tirg'izib, taftish organlarining bartaraf qilishiga topshirib berishni qaror qilgan. Chet eldagi kuzatchilarning bildirishicha, Xitoy Sharq Turkistonda sanoqli qolgan Uyg'ur kadrlarni siyosiy intizomga, siyosiy qoida tuzumga xiloflik qilish, siyosiy maydonni yo'qotish deganda qalpoqlar bilan ayiblash, Uyg'ur kadrlarini vahim ichida yashaydigan tirik murtlarga aylantirib qo'yayotganligini bildirdi degan. Erkin Osiyo radiosi xabarida 19-yil kuni Saudiya Arabistoni o'tgan hafta Rossiya, Pokiston, Arab ellari va ba'zi Afrika ellarini o'z ichiga olgan dunyodagi 37 davlat qatorida bir maktubga imzo qo'yib, Xitoyning Sharq Turkistonda 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa musulmonlarni yig'ib olish lagerlari qamashdak Uyg'ur rayonidagi siyosatini qo'llaganligini aqladi. Reuters agentligining xabarida Saudiya Arabistonining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq doimiy vakili Abdul Al-Muali 19-iyul Nyu-York shahrida muxbirlar qilgan so'zida, imzo qo'yilgan maktubda faqat Xitoyning iqtisodiy taraqqiyoti tilga olingan. Uningda tilga olingan masala bu, boshqa masala emas degan. O'tgan dushanba kuni Yaponiyani o'z ichiga olgan g'arbdagi 22 davlatning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashida turishliq elchilari birlashma imzoliq maktub e'lon qilib, Xitoyning Sharq Turkistondagi yig'ib olish lagerlarini darhol taqashni, tutqunlarni qo'yib berishni talab qilgan. Orqadan Rossiya, Misr, Saudiya Arabiston, Pokiston, Fars qo'ltig'idagi alla va Afrikadagi ba'zi davlatlar bir maktubga imzo qo'yib, Xitoyning atalmış Xinjiang siyosatini qo'llaydiganligini bildirgan edi. Reutersning xabarida qayd qilinishicha, Abdullah Al-Muali maktubga imzo qo'yilganligini aqlab, hech kim dunyoning har qanday yeridagi musulmonlarning ahvoliga Saudiya Arabistonda ko'ngil bilmaydi. Biz bu maktubda insonlarni namratlikdan qutuldiradigan taraqqiyot siyosatini qo'llaydiganligimizni ifodaladik degan. Saudiya Arabistonning bu maktubda Xitoyni qo'llab imzo qo'yishi xalqaroda zo'r g'ulg'ul qo'zg'ab, kishilik huquq tashkilotlarining qattiq tanqidiga uchirgan. Kishilik huquq kuzatish tashkilotining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ishlarga mas'ul direktori Louis Charboni Abdullah Al-Mualimning so'zini tanqidlab, bu maktub Xitoyning bostirishiga uchrayotgan musulmonlarning yuziga urilgan bir shapaloq, mantiqsizlikdagi ig'ir xatolik degan. Maktubda Xitoyni qo'llab imzo qo'ygan 37 davlatning hammasi istibdod davlatlar bo'lib, maktubda atalmış Xinjiangda terrorlik va radikallikka qarshi turishda jiddiy zo'rliqlarga duch kelgan Xitoy bir qator terrorlik va radikallikni tugutish tadbirlarini oldi deyilgan edi.
1976 yılı Amerika Dövlətlik Avasiya və Alam Boşluq İdarəsi ayğı tunji qatim qadam basqan ko'rinishları ayni vaqtda $217 setilgan. 43 yildan keyin kim ortiq setish markazida $1,820,000 setildi. Apollo 11'ning kim ortiq setish markazining ijtimoiy taratquv hisobida e'lon qilingan bayonotda Olam kemasi oy qo'ngan vaqtning ko'rinishlarini o'z ichiga olgan sinalg'u lentasining New Yorkdagi kim ortiq setish faoliyatida $1,820,000 setilganligi bildirildi. Bugunga qadar sog'-salomat saqlanib kelgan 3 dona sil lentasi jami 2,5 soatlik bo'lib, ko'rinishlarda astronom Neil Armstrongning oyga tunji qadam bosgan vaqti va Amerikaning ayni chog'dagi prezidenti Richard Nixonning so'zlagan nutq ko'rinishlari ekan. Bu sinalg'u lentaları 1976 yılı ayni chog'dagi NASA'ning praktikanti Gary Gore'ga bir qatimliq kim ortiq setish faoliyatida xato holda 65 dona boshqa lentalar bilan birga $217.77 setilgan. Gary Gore'ga NASA'dan setib olgan lentalardan ba'zilarini yerlik televiziya kanallariga sotgan bo'lib, bu 3 lentani dadasining tavsiyasiga binoan saqlab kelgan ekan. Oyga tunji qadam besishning 50-yilligini xotirlash murosimi munosabati bilan Amerika Dövlətlik Avasiya və Alam Boşluq İdarəsi mazkur lentalarni izlashga boshlagandan keyin Gary Gore'ga bu lentalarni tunji qatim ko'rgan va lentaning o'zida ekanligini bilgan ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.